Bugungi darsimizda sirtlarni o'zaro kesishish va ularni kesish chiziqlarini aniqlash usuli. Demak, tekisliklar kesishganda ularni o'zaro chizig'i hosil bo'ladi. Mana bu yerda piramida bilan prizmani kesish chizig'ini aniqlash. Keyingi slaydimizda silindr bilan ikkita silindr ekan, ikkita silindr o'zaro kesish chizig'i. Mana bu rasmimizda shar bilan konusni kesish chizig'i aniqlangan. Va kesik konuslar shunga o'xshash nimalar mavjud. Ana hozir endi bundan tashqari sirtlarni kesish chizig'ini aniqlashni ikkita usuli bor. Tekisliklar usuli va sferik usul deyiladi. Hozir tekisliklar usulini batafsil tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Demak, e'tibor bering. Mana bu joyda konus bilan silindr ikkita sirtni kesish chizig'i aniqlanadi. Demak, silindr yashil rangda, konus sariq rangda. Bu yerda bu ikkita sirtni kesishgan chizig'ini aniqlash uchun tekisliklardan foydalanilgan, bir necha tekisliklardan. Mana bu rasmimizda ham piramida bilan prizmani tekisliklar usulida qilishgan. Bu yerda soddaroq ko'rinishda, mana shu soddaroq ko'rinishdan boshlab sizga tushuntirmoqchiman. Demak, asosi kvadrat yoki to'rtburchak bo'lgan piramida mana frontalda 3 ta qirrasi ko'rinib turibdi, bitta qirrasi orqada. Uni o'rtasidan to'g'ri to'rtburchakli prizma o'tkazilgan. Prizmani fronti gorizontal ko'rinishda aniq ko'rish mumkin. Piramidani ichidan o'tkazilgan va tashqariga chiqib turgan qismlari ko'rinib turibdi. Frontal proyeksiyada prizma to'rtburchak shaklidagina ko'rinib turibdi. Buni osonroq, soddaroq tushuntirishimiz sababi bu yerda proyeksiyalar tekisligi aniq ko'rinib turibdi va osonroq tushunish uchun osonroq. Buning uchun yordamchi kesuvchi tekisliklar usulida P tekislikni olamiz. Qarang, ikkita tekislikni baravar kesamiz. Prizmani ustidan o'tkazamiz birinchi marta P tekislikni frontalda. P birinchi frontal. Birinchi marta o'tkazganimizda bu prizmani ham kesadi, piramidani ham kesadi. Ana endi tepadan bunga qaraydigan bo'lsak, prizmada qanday shakl hosil bo'ladi, piramidada qanday shakl hosil bo'ladi. Gorizontal ko'rinishga o'tamiz. Prizmani kesganimizda prizmani mana bu ustidagi shakli hosil bo'ldi, to'rtburchak. Piramidada mana bu kichik to'rtburchak hosil bo'ldi. Mana bu umumiy nuqtalar. Misol uchun bu yerda raqamlar ko'rsatilmayapti, raqamlar ko'rsatsa yana yaxshi bo'lardi. Mana bu nuqta, hozir men ko'rib turganingizdek, mana bu nuqta ham prizmaga, ham piramidaga tegishli. Bu nuqta oldi tomonda ham bor, orqa tomonda ham bor. Mana shu nuqtani aniqladik. Mana ham prizmaga, ham piramidaga tegishli nuqta. Mana bu oldi tomon deysiz, bu orqa tomon deysiz. Endi mana bu nuqtani olaylik. Prizmani o'ng tomoni tepasidagini olamiz. Bu nuqta ham raqamlasangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Ham prizma uchun, ham piramida uchun umumiy nuqta. Bu nuqtani ham ko'rsatish mumkin. Mana bu yerda va bu yerda. Undan tashqari mana bu oldidagi qirrani mana bu nuqtasi ham prizmaga, ham qirraga tegishli bo'lganligi uchun uni ham mana bu to'rtburchakning chetidan olish mumkin. Orqadagi qirrani shtrixlab qo'yilgan orqadagi nuqtani ham mana bu nuqtasini mana bu joydan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana orqadagi qirrani to'rtburchak bilan ko'rinish. Demak, P tekislik bilan kesganimizda piramidada to'rtburchak hosil bo'ldi. Mana shu to'rtburchakda prizmaga tegishli bo'lgan 3 ta nuqtani aniqladik. Orqa tomonda mana bu 3 ta nuqta, oldi tomonda mana bu 3 ta nuqta. Agar bularni birlashtirsak, faqat tepadan ko'ringanda prizma bilan piramidani ajratib turibdi.
Lekin biz umumiy keshish chizig'ini aniqlash uchun yana bir marta P tekislikdan foydalanamiz. P tekislikni ikkinchi marta frontal tekislikdan o'tkazamiz. Prizmani tagi qismida. Bunda prizmamizni o'lchami bir xil bo'lganligi uchun prizma gorizontal ko'rinishda, shu ko'rinishda kesim yuzi hosil bo'ladi. Faqat piramidada katta to'rtburchak hosil bo'ladi. Birinchi marta kesganimizda mana shu yerdan to'g'ri chiziqda kvadrat chizgan, kichkina kvadrat. Ikkinchi marta kesganimizda mana bu joydan tushiramiz. Chunki bu boshdan bu boshga to'rtburchak hosil bo'ldi. Mana bu yerga olib kelib, tomonlarga parallel qilib to'rtburchak chizamiz. Mana bu to'rtburchakda prizmaga tegishli bo'lgan nuqtalarni aniqlaymiz. Mana bu nuqta, tegidagi nuqta, katta to'rtburchakda. Tepada kesganimizda kichik to'rtburchakdan var. Bunda orqadagi bo'lgani uchun katta tekislikda 1, mana bu 2, mana bu 3-nuqta. Bu orqa tomonda, oldi tomonda katta to'rtburchakda mana bu 1, mana bu 2, mana bu 3-nuqta. Agar birinchi kesilgan bilan ikkinchi kesilgan nuqtalarni birlashtiradigan bo'lsak, mana bu yerda mana bu keshish chizig'i hosil bo'ldi. U agar old tomondan qaraydigan bo'lsak, to'rtburchak shaklda ko'rinadi. Ustidan qaraydigan bo'lsak, bu mana bu shaklga e'tibor bering. Mana bu bo'ladi. Demak, tekisliklar yordamida, diqqat bilan quloq soling. Tekisliklar yordamida biz ikkita sirtni umumiy nuqtalarini aniqlab olamiz. Mana bu yerda ham qarang. Tekislik bilan kesganimizda konusni, mana bu H tekisligini ham kesganimizda ham konusni, ham sharni kesdi. Silindrni kesdi. Konus kesganda dumaloq hosil bo'ldi, dumaloq yuza. Silindrni kesganda to'rtburchak bo'ladi, mana to'rtburchak yuza hosil bo'ladi. Shularni umumiy nuqtalari belgilab chiqilgan bitta ham mana. Umumiy nuqtalar bitta raqamlab qo'yganligi uchun oson. Birinchi marta kesganimizda mana birinchi nuqta hosil bo'ldi. Birinchi nuqta hosil bo'ldi. Ikkinchi marta kesganimizda ikkinchi nuqta mana bu aylanada, aylanani bir qismini chizib qo'yibdi. Uchinchi tekislik bilan kesganimizda uchinchi nuqta mana aylanani bir qismi. Bu aylana demak konusdan olingan aylanalar. 4-va 5-nuqtalar ham xuddi shunaqa aylanadan olingan. Undan tashqari konus bilan silindrni keshish umumiy nuqtalari mavjud. S va B. U konusni yasovchilarda bo'lganligi uchun S bilan A ni, B ni, mana bu yerda A ham bor, B ham bor, S ham bor. Bularni to'g'ridan to'g'ri mana belgilab qo'yilgan. Demak, B nuqta mana bu yerda yasovchida bo'lganligi uchun A nuqta ham bu yasovchida mana o'ng tomonda, S nuqta bu yoqda. Mana shu orqali biriktirilgan. Raqamlab borilsa, unda yanlış bitmiş. Demak, bu yerda ikkita sirtni keshish chizig'i nuqtalar orqali belgilandi va tushunish osonroq bo'lardi. Oldingi chizmamizda soddaroq bo'lgani uchun oldin buni tushuntirdim. Bunda ham keshish chizig'i hosil bo'ldi. Mana bu demak kesishgan chizig'i. Pastda oldi tomoni va orqa tomoni. Keyingi chizmamizda mana keshish chizig'i ko'rsatib qo'yilgan. Demak, bu yerda rang berilgani uchun ko'rishun oson. S nuqta umumiy nuqta, B nuqta umumiy nuqta. Konusni bir uchi chiqib turibdi. Silindrning tepasidan qolgani mana rang bilan tasvirlangan. Bu demak sirtlarni o'zaro keshish chizig'ini tekisliklar usulida ko'rsatilgan slaydlari.